Bugun men 60 yoshdan oshgan pensionerlarga 1 iyuldan boshlab taalluqli bo'lishi mumkin bo'lgan eng muhim masalani oddiy tilda tushuntirib beraman. Bu mavzu juda jiddiy, chunki bitta noto'g'ri tushunilgan xabar odamni pensiyasidan, imtiyozdan yoki hujjat bilan bog'liq muhim imkoniyatidan vaqtincha mahrum qilib qo'yishi mumkin. Ayniqsa taqiq degan so'z tarqalganda ko'pchilik darrov xavotirga tushadi. Endi pensiya berilmaydimi? Kartadan pul yechib bo'lmaydimi? İşlash mumkin emasmi? Davolanish imtiyozlari bekor bo'ladimi? Degan savollar paydo bo'ladi. Men bu videoda masalani shov-shuvsiz huquqiy va amaliy tomondan tushuntiraman avval qanday edi. 10 iyuldan keyin nimalarga e'tibor berish kerak? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar esa xotirjam bo'lishi mumkin? Ma'lumot sizga, ota-onangizga, bobo-buvingizga yoki mahallangizdagi yoshi katta insonlarga kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va bu ma'lumotni yaqinlaringizga yuboring. Chunki bunday masalalarda kechikish ba'zan pul va vaqt yo'qotishga olib keladi. Men avvalo eng muhim gapni aytaman. 1000 iyuldan 60 yoshdan oshgan pensionerlarga taqiq degan iborani to'g'ri tushunish kerak. Odatda bunday xabarlar xalq orasida qisqartirib, qo'rqinchli qilib tarqatiladi. Aslida gap ko'pincha pensionerlarning hujjatlari, nafaqa olish tartibi, plastik karta, ishonchnoma, ro'yxatdan o'tish, yashash joyi, ish faoliyati yoki ijtimoiy yordam olish shartlariga oid yangi talablar haqida bo'ladi. Ya'ni taqiq hamma pensionerga ham bir xil qo'llanmaydi va hamma narsani man etmaydi. Oldin ko'p holatda pensioner pensiyasini eski tartibda olib kelgan. Kimdir bank kartasiga olgan, kimdir pochta orqali olgan. Kimdir farzandiga ishonchnoma bergan, yana kimdir boshqa viloyatda yashab turib ham eski ro'yxat joyi bo'yicha nafaqa olgan. Ba'zi pensionerlar hujjatlarini yangilamagan, telefon raqami o'z nomida bo'lmagan. Bank kartasi muddati tugagan, pasport yoki ID karta ma'lumotlari tizimda yangilanmagan. Avval bular ko'pincha darrov muammo bermasdi. Ammo yangi tartiblar kuchayganda, aynan shu mayda ko'ringan kamchiliklar pensiya to'lovida uzilish, qayta tekshiruv yoki vaqtinchalik cheklovga sabab bo'lishi mumkin. 1 iyuldan keyin asosiy o'zgarish shundan iborat bo'lishi mumkinki, davlat organlari pensionerning ma'lumotlarini avtomatik bazalar orqali tekshiradi. Ya'ni pensiya olayotgan shaxs haqiqatan yashayaptimi? Doimiy yashash joyi to'g'rimi? Bank hisob raqami o'ziga tegishlimi? Boshqa davlatga uzoq muddat chiqib ketmaganmi? Bir vaqtning o'zida noto'g'ri 2 xil to'lov olmayaptimi? Shular aniqlanadi. Men buni oddiy misol bilan tushuntiraman. Agar avval mahalladagi xodim yoki pochta xabarchisi odamni tanib pensiyani berib kelgan bo'lsa, endi tizim raqamli ma'lumotlarga ham qaraydi. Raqamli ma'lumotda xato bo'lsa, odam tirik, haqli va muhtoj bo'lsa ham to'lov kechikishi mumkin. Eng avvalo 60 yoshdan oshgan har bir pensioner o'z hujjatlari tartibda ekanini tekshirishi kerak. Men bu yerda faqat yoshni emas, vaziyatni ham hisobga olish kerakligini ta'kidlayman. Olib berilmagan 60 yoshdan oshgan ayol pensioner bo'lishi mumkin. 63 yoshdan oshgan erkak yoshga doir pensiya olishi mumkin. Nogironlik pensiyasi olayotganlar bo'lishi mumkin. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oilalar bo'lishi mumkin. Har bir toifa uchun asosiy talab bir xil. Ma'lumotlar aniq, hujjatlar haqiqiy, to'lov yo'li qonuniy bo'lishi kerak. Kimlar xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda pasporti eski bo'lgan, ID kartaga o'tmagan yoki hujjat muddat tugashiga yaqin bo'lgan pensionerlar. Masalan, 37 yoshli otaxon pensiyasini bank kartasiga oladi, lekin pasport ma'lumotlari bankda eski ko'rinishda turibdi. Pensiya jamg'armasida boshqa ma'lumot, bankda boshqa ma'lumot bo'lsa, tizim to'lovni tekshirishga qo'yishi mumkin. Odam menga taqiq qo'yildi deb o'ylaydi. Aslida esa muammo hujjat mos kelmaganda bo'ladi. Ikkinchi xavf guruhi bank kartasi muddati tugagan pensionerlar. Masalan, 62 yoshli ayol har oy 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. Kartasining muddati iyun oyida tugagan, lekin u buni sezmagan. Iyul oyida pensiya tushmaydi yoki tushsa ham yechib bo'lmaydi. Shunda qarindoshlar 1000 iyuldan pensionerlarga pul yechish taqiqlandi deb xulosa chiqaradi. Aslida esa yangi karta ochish, bankda shaxsni tasdiqlash va hisobni yangilash kerak bo'ladi. Bu taqiq emas, texnik va hujjat masalasi. 3-xavf guruhi ishonchnoma orqali pensiya olayotganlar. Bu juda muhim. Ko'p pensionerlar yoshi katta, kasal yoki yurishga qiynaladi. Ular farzandiga, keliniga yoki qo'shnisiga ishonchnoma qilib beradi. Agar ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa,
notarial shakli noto'g'ri bo'lsa yoki pensionerning o'zi bilan bog'lanish imkoni bo'lmasa, to'lov vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Masalan, 7-5 yoshli onaxon qishloqda yashaydi, o'g'li shaharda karta orqali pul yechadi. Ishonchnoma 3 kungacha amal qilgan. Iyuldan keyin bank yoki pochta endi bera olmaymiz desa, bu ham umumiy taqiq emas. Ishonchnomaning muddati tugagani bo'ladi. 4-xavf guruhi chet elga uzoq muddatga chiqib ketgan pensionerlar. Agar pensioner boshqa davlatda yashayotgan bo'lsa, pensiya olish tartibi alohida tekshirilishi mumkin. Bu yerda odamning fuqaroligi, yashash joyi, konsullik ro'yxati, O'zbekistondagi ro'yxati va pensiya turi ahamiyatli. Masalan, 66 yoshli fuqaro Rossiyada farzandlari bilan yashayapti, lekin O'zbekistonda pensiyasi kartaga tushib turibdi. Tizim uning uzoq muddat mamlakatdan tashqarida ekanini aniqlasa, qo'shimcha hujjat talab qilishi mumkin. Bu holatda ham maqsad odamni jazolash emas, to'lov qonuniy asosda davom etayotganini tekshirishdir. 5-xavf guruhi bir nechta ijtimoiy to'lov olayotganlar. Ba'zan pensioner pensiyadan tashqari moddiy yordam, subsidiya, parvarish puli yoki boshqa imtiyoz oladi. Agar daromad, oila tarkibi yoki ro'yxat ma'lumotlari o'zgargan bo'lsa, ayrim yordamlar qayta ko'rib chiqiladi. Masalan, 61 yoshli ayol pensiya oladi. Bundan tashqari kam ta'minlangan sifatida yordam oladi. Farzandi ishga kirgan, uy xo'jaligi daromadi oshgan, lekin ma'lumot yangilanmagan. Tekshiruvda bu aniqlansa, pensiya emas, aynan qo'shimcha yordam to'xtatilishi mumkin. Odamlar esa buni pensionerlarga taqiq deb tushunadi. Kimlar xavotir olmasa bo'ladi. Hujjatlari joyida, karta muddati amal qilayotgan, pensiya foni tayinlangan, yashash joyi ma'lum, bank ma'lumotlari to'g'ri, ishonchnomasiz o'zi olayotgan yoki ishonchnomasi amaldagi pensionerlar xotirjam bo'lishi mumkin. Ularga nisbatan pensiyani birdaniga bekor qilish yoki olmadim yoshdan oshgan uchun pul bermaslik degan qoida bo'lmaydi. Yoshga doir pensiya insonning mehnat staji badallari qonuniy huquqi asosida tayinlanadi. Shunchaki tartib kuchaysa, hujjatdagi xatolar tezroq yuzaga chiqadi. Men yana bir real hayotiy vaziyatni aytaman. 64 yoshli erkak nafaqaga chiqqan, lekin bo'sh o'tirmay qorovul bo'lib ishlaydi. U eshitadi, iyuldan pensionerlarga ishlash taqiqlanadi. Bunday gaplarni ehtiyotkorlik bilan tekshirish kerak. Ko'p hollarda pensionerning ishlashi butunlay man etilmaydi. Lekin ayrim lavozimlar, davlat tashkilotlari, sog'liq holati, mehnat shartnomasi, pensiya ustamalari yoki soliq masalalarida alohida tartib bo'lishi mumkin. Ya'ni hamma ishlovchi pensioner ertaga ishdan chiqishi kerak degan xulosa mutlaqo to'g'ri emas. Har bir holatda mehnat shartnomasi va pensiya turi tekshiriladi. Endi men eng ko'p uchraydigan nozik masalalarni aytaman. Birinchi nozik joy telefon raqami. Hozir ko'p xizmatlar SMS orqali tasdiqlanadi. Agar pensionerning bank kartasiga ulangan telefon raqami farzandining nomida bo'lsa, SIM karta yo'qolgan bo'lsa yoki raqam ishlamayotgan bo'lsa, pulni boshqarishda muammo chiqadi. Masalan, karta blokdan chiqish uchun SMS kod keladi, lekin kod eski raqamga ketadi. Pensioner bankka bora olmaydi. Farzandi esa tizim taqiq qo'ydi deb o'ylaydi. Aslida raqamni yangilash kerak. Ikkinchi nozik joy, bank kartasidan boshqa odam foydalanishi. Men ochiq aytaman, ko'p oilalarda pensionerning kartasi farzandida turadi. Bu har doim ham yomon niyatdan emas, ba'zan qulaylik uchun shunday bo'ladi. Lekin qonuniy tomondan pensioner o'z pulini o'zi boshqarishi kerak yoki buning uchun rasmiy ishonchnoma bo'lishi kerak. Agar karta yo'qolsa, pul yechib olsa, qarindoshlar o'rtasida nizo chiqsa, bank yoki davlat organi bu pulni kim olgan deb so'rashi mumkin. Shuning uchun ota-onam rozi degan og'zaki gap yetarli bo'lmasligi mumkin. Uchinchi nozik joy, yashash joyi va ro'yxat. Pensioner Toshkentda farzandi bilan yashaydi, lekin ro'yxati Farg'onada. Yoki aksincha, ro'yxati shaharda, o'zi qishloqda. Odatda bu pensiyani olishga to'liq to'siq bo'lmasligi mumkin, lekin ayrim xizmatlar, tibbiy imtiyozlar, mahalla orqali yordam, uy-joy subsidiyasi yoki sanatoriy yo'llanmasida muammo tug'diradi. Chunki tizim odamni ro'yxat bo'yicha ko'radi. Agar siz amalda boshqa joyda yashasangiz, mahalla, oilaviy poliklinika va pensiya jamg'armasi ma'lumotlarida farq paydo bo'ladi. 4-nozik joy, davolanish va dori imtiyozlari. Ko'p pensionerlar taqiq deganda faqat pensiya pulini o'ylaydi. Aslida 1 iyuldan keyin tartib kuchaysa, ayrim bepul dori, tibbiy yo'llanma yoki nogironlik bilan bog'liq hujjatlar ham qayta tekshirilishi mumkin. Masalan, nogironlik muddati tugagan,
lekin odam qayta ko'rikdan o'tmagan. Pensiya yoki nafaqa vaqtincha to'xtashi mumkin. Bu odam sog'ayib ketdi degani emas. Faqat tibbiy huquqiy hujjat muddati yangilanishi kerak degani. 5-nozik joy firibgarlar. Men sizni alohida ogohlantiraman. Har safar pensiya, karta, kompensatsiya yoki yangi to'lov haqida xabar tarqalsa, firibgarlar faollashadi. Ular telefon qilib, 1 iyuldan pensiyangiz blok bo'ladi. Kartangizni tasdiqlab bering. SMS kodini ayting. Pasport rasmingizni yuboring. Oldindan 100 ming so'm to'lasangiz pensiyangiz oshadi deyishi mumkin. Hech qachon SMS kodini bermang. Karta raqami, amal qilish muddati va CVV kodini aytmang. Pasportingizni begona Telegram akkauntlarga yubormang. Davlat organlari va bank xodimlari sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir shunday so'rasa, bu juda katta xavf belgisi. 6-nozik joy qarzdorlik va ijro hujjatlari. Ayrim pensionerlarning bank hisoblariga aliment, kredit, kommunal qarz yoki sud qarori bo'yicha cheklov qo'yilgan bo'lishi mumkin. Odam pensiya tushdi, lekin kartadan foydalana olmayapti. U buni iyuldagi taqiq bilan bog'laydi. Aslida hisobda ijro byurosida cheklov bo'lishi mumkin. Bunda banka borib sababini bilish, keyin majburiy ijro byurosi yoki tegishli tashkilotdan hujjat olish kerak. Pensiyaning hammasi ushlab qolinishi mumkin emas degan qoidalar mavjud bo'lishi mumkin. Lekin bu masalada aniq holat bo'yicha yozma tushuntirish olish zarur. 7-nozik joy. Meros va vafot etgan pensioner nomiga tushgan pul. Bu juda og'ir, lekin hayotda uchraydigan masala. Agar pensioner vafot etgan bo'lsa, uning kartasiga keyingi oy ham pul tushib qolgan bo'lishi mumkin. Qarindoshlar baribir tushdi, ishlataveramiz deb o'ylamasligi kerak. Keyinchalik bu mablag' ortiqcha to'lov sifatida qaytarish talab qilinadi. Shuning uchun vafot holati bo'lsa, tegishli organlarga vaqtida xabar berish, dafn puli, meros va oxirgi to'lov tartibini qonuniy rasmiylashtirish kerak. Endi men aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, hujjatlarni tekshiring. Pensionerning ID kartasi yoki pasporti, pensiya guvohnomasi bo'lsa, bank kartasi, telefon raqami, yashash joyi ro'yxati va ishonchnoma hujjatlarini bir joyga qo'ying. Har bir hujjatning muddati bor yo'qligini qarang. Pasport ma'lumotlari bankdagi ma'lumot bilan bir xilmi? Familiya, ism, otasining ismi va tug'ilgan sana xatosi yozilganmi, shuni tekshiring. Ikkinchi qadam. Bankka murojaat qiling. Agar pensiya kartaga tushsa, bank filialiga boring yoki ishonchli rasmiy kol markaz orqali kartaning amal qilish muddati, hisob holati, blok bor yo'qligi va telefon raqami to'g'ri ulanganini tekshiring. Agar pensioner o'zi bora olmasa, rasmiy ishonchnoma tayyorlash kerak. Bank xodimidan og'zaki emas, iloji bo'lsa yozma yoki SMS orqali tasdiqlangan ma'lumot oling. 3-qadam, pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Siz yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, mening pensiya to'lovim bo'yicha ma'lumotlarim to'g'rimi? 1 iyuldan keyin qo'shimcha hujjat talab qilinadimi deb so'rashingiz mumkin. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, pensiya tayinlanganiga oid hujjatlar, bank rekvizitlari, agar bo'lsa ishonchnoma va telefon raqamingizni olib boring. Agar muammo bo'lsa, qaysi hujjat yetishmayapti deb aniq so'rang. 4-qadam, mahalla va poliklinika ma'lumotlarini moslang. Ayniqsa qo'shimcha ijtimoiy yordam, parvarish puli, nogironlik bepul dori yoki sanatoriy yo'llanmasi oladiganlar uchun bu muhim. Mahallada oila tarkibi to'g'ri ko'rsatilganmi? Pensioner haqiqatan shu manzilda yashaydimi? Poliklinikada ro'yxati qayerda? Nogironlik hujjati muddati o'tmaganmi? Bularni tekshirish kerak. 5-qadam, ishonchnomani yangilang. Agar pensioner pensiyasini boshqa odam olib bersa, notariusga murojaat qiling. Ishonchnomada aniq yozilishi kerak. Kimga berildi? Qanday huquq berildi? Bankdan pul olish mumkinmi? Pochta orqali olish mumkinmi? Hujjat topshirish mumkinmi? Muddati qachongacha? Umumiy ishonchnoma hamma joyda yetarli bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun notariusga vaziyatni tushuntirib, pensiya va bank amaliyotlari uchun mos hujjat tayyorlang. 6-qadam, yozma ariza berishni o'rganing. Agar pensiya tushmasa, faqat og'zaki shikoyat bilan cheklanib qolmang. Pensiya jamg'armasiga yoki bank ariza yozing. Arizada shunday mazmun bo'lishi mumkin. Men falonchi yoshga doir pensiya oluvchiman. Falon oy uchun pensiya to'lovim kelib tushmadi yoki undan foydalana olmayapman. Sababini yozma ravishda tushuntirib berishingizni va muammoni bartaraf etish tartibini ko'rsatishingizni so'rayman. Arizaga pasport nusxasi, karta ma'lumoti, oldingi to'lovlar haqida ma'lumot
va aloqa raqamini qo'shing. 7-qadam firibgarlardan himoyalaning. Men buni yana takrorlayman. Chunki eng katta zarar ko'pincha davlat tartibidan emas, firibgarlardan keladi. Hech kimga SMS kod bermang. Karta orqasidagi 3 xonali kodni aytmang. Telegramda kelgan. Pensiya oshirish uchun ro'yxatdan o'ting degan. Havolalarga kirmang. Rasmiy ma'lumotni faqat davlat organlarining rasmiy saytlari, bankning rasmiy raqamlari yoki bevosita bo'limlardan oling. 8-qadam. Qarindoshlar mas'uliyatni bo'lishsin. Agar oilada 6 yoshdan oshgan pensioner bo'lsa, bitta odam hamma hujjatni bilib yurishi kerak. Masalan, o'g'il bank kartasini tekshiradi, qiz poliklinika hujjatlarini ko'radi. Nevarasi telefon raqami va SMS masalasini tushuntiradi. Lekin pulni boshqarishda pensionerning ro'ziligi va huquqi birinchi o'rinda turishi shart. Yosh katta insonni aldab, kartasini olib qo'yish yoki pensiyasini o'z xohishiga qarshi ishlatish nafaqat axloqan noto'g'ri, balki huquqiy muammo ham tug'diradi. Men amaliy misol keltiraman. 7 yoshli otaxonning pensiyasi 1.200.000 so'm. Kartasi o'g'lida, telefon raqami esa eski raqamga ulangan. Iyulda karta blok bo'ldi. O'g'li bankka bordi, lekin otaxonning o'zi yo'q, ishonchnoma yo'q, bank pul bermadi. Bu vaziyatda to'g'ri yo'l. Otaxonning holatiga qarab uni bankka olib borish yoki notarius orqali ishonchnoma qilish, telefon raqamini yangilash, kartani qayta chiqarish. Noto'g'ri yo'l esa bank xodimi bilan janjallashish. Internetda pensiya taqiqlanibdi deb vahima tarqatish yoki firibgarga murojaat qilish. Yana bir misol. 63 yoshli ayol pensioner, lekin uyda tikuvchilik qilib o'zgina daromad topadi. U eshitadi. Pensioner qo'shimcha daromad topsa, pensiyasi to'xtaydi. Bunday xabarni ham tekshirish kerak. Oddiy qo'shimcha mehnat, yakka tartibdagi faoliyat yoki shartnoma asosidagi ishning pensiyaga ta'siri turlicha bo'lishi mumkin. Ayrim qo'shimcha ijtimoiy yordamlar daromadga bog'liq, lekin yoshga doir pensiyaning o'zi avtomatik yo'q bo'lib qolmaydi. Shuning uchun odam o'z faoliyatini yashirmasdan qonun yo'l bilan rasmiylashtirgani ma'qul. Yana bir holat. 78 yoshli bo'yning nogironlik hujjati bor, dori imtiyozi oladi. Hujjat muddati tugagan, lekin oila baribir yoshi katta avtomatik davom etadi deb o'ylagan. Keyin dorixonada imtiyoz ishlamadi. Bu ham taqiq emas. Hujjat muddati masalasi. Bunday paytda oilaviy shifokorga borish, tibbiy komissiya tartibini so'rash, kerakli tahlil va xulosalarni tayyorlash zarur. Men ekspert sifatida shuni maslahat beraman. Har bir pensioner yoki uning yaqinlari yiliga kamida bir marta pensiya tekshiruvi qilib qo'ysin. Bu tekshiruv qiyin emas. Hujjat muddati, karta muddati, telefon raqami, yashash manzili, ishonchnoma, tibbiy hujjat, qo'shimcha yordamlar, qarzdorlik bor-yo'qligi ko'rib chiqiladi. Shunda iyul, yanvar yoki boshqa sana kelganda vahima bo'lmaydi. Bugungi mavzuning asosiy mazmuni shuki, 1 iyuldan 60 yoshdan oshgan pensionerlarga oid taqiq degan xabarni vahima bilan emas, hujjat va tartib nuqtai nazardan tushunish kerak. Hamma pensionerning pensiyasi bekor bo'lmaydi, hamma odamga bir xil cheklov qo'yilmaydi. Eng katta xavf hujjatlarning eskirishi, bank kartasi muddati, ishonchnoma, yashash joyi, telefon raqami, chet elda bo'lish, qarzdorlik va firibgarlik bilan bog'liq. Men sizdan iltimos qilaman. Bugunoq ota-onangiz yoki yaqinlaringizning hujjatlarini tekshiring. Agar pensiya tushmasa yoki karta ishlamasa, avval sababini aniqlang, bank va pensiya jamg'armasidan yozma tushuntirish oling. Keyin harakat qiling. Mish-mishlarga ishonmang, SMS kod bermang, begona havolalarga kirmang. Agar sizning oilangizda 60 yoshdan oshgan pensioner bo'lsa, izohlarda yozing. Sizda eng katta muammo nima? Karta, hujjat, ishonchnoma yoki pensiya kechikishimi? Men keyingi videolarda aynan siz yozgan savollar bo'yicha alohida tushuntirish beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida aytilgan maslahat butun bir oilani ortiqcha yugur-yugurdan va pul yo'qotishdan saqlab qolishi mumkin.